22 kilovatlik 450 metrdan tushayotgan suvimiz. Qaranglar, juda ham zo'rmi? 250 diametrda. Moshni xudo xolasa. Bitta like bosib qo'ying Dehqon aka. Hammada shunaqa suv ko'l mo'l bo'laversin. Va Orol dengizimiz to'lib ketsin. Endi ko'pchilik kommentariyada yozyapti, shuni ham nasos o'rnataversalaring Orol dengizi to'ladimi deysizlar, lekin dehqonlarga harakat qilmasak bo'lmaydi. Bizning kasbimiz nasos, bundan boshqa ishimiz yo'q. Xudo xolasa like bosib qo'yasizlar, videoni oxirigacha ko'rsalaring to'liq ma'lumoti bor. Assalomu alaykum hurmatli dehqon akalar, charchamayapsizlarmi? Bu yerda 37 kilovat, bu yerga esa 22 kilovatlik glubinli nasos qo'yib berdik. Xudo xolasa, bu nasos ham ishlaydi ekan. Bu nasosni suvi ko'p deb bizga ozroq suv kerak degan birinchi marta hayotda birinchi marta ozroq suv kerak deyishganini eshitdim, lekin bu monon bilan teppa-teng tashayapti. 22 kilovatimiz. Xo'p, bu yerda ilgari 45 kilovat nasos dvigatel turgan, mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda 37 kilovat. Xullas 25 metrga 180 kub beruvchi KPDsi 68% ekan, ya'ni effektlisi. Bizniki glubinli nasosimizga 85%. Xullas 150 diametr trubada olib borib, mana ko'rib turibsizlar, bu yerga обратный klapan nimaga qo'yilgan? Mabodo buni ishlatmoqchi bo'lsa, buni yurgizganda обратный klapan suvda ushlab qolib, nasosga orqaga suv qaytib ketmasligi uchun kraynikni ochishadi va buni yurgizishadi. Kraynikni yopib, buni yurgizishadi. Shunaqa holatda qilib berdik. Xo'p, bu yerga atvod qo'yiladiganida, bu yerga atvod qo'yib berasan deyishgandi, lekin 1 soat, 1,5 soat ishdan nima qilmay, bu yerda suv yo'nalishini pryamoy nasosni o'ziga ketadigan qildik. Xudo xolasa, uzoqligi xullas 450 metr atrofida, bundan yoqda 250 metr quvur bor, ya'ni atsinkovka, hozir suv chiqishlarini ham ko'rsatamiz. Bu tomonga ham ketadi. Xo'p, maslinli nasos, yotiq ishlaydigan nasos, mana shu joyga o'rnatdik, xudo xolasa. Xo'p, o'zlarini shitlari mana. O'zlarining shitlari. Xudo xolasa, biz shitni mana shunaqa joyga qo'yib berdik, panaga, chotka qilib. Hozir nasosni yurgizaman. Bo'ldi. Nagruzkada hozir amperiya ham tushadi pastga. Xudo xolasa. Xo'p, mis kabellarni uladik, ya'ni mis qilib uladik. Alyumin kabellarni ham alohida avtomatdagi qotirib oldik, iloji yo'q. Xo'p. Xizmatini 6 million so'mga qilib berdik. Mana shu joyda xizmatini mana shu joyga ulab o'rnatib, hozir suv chiqishlari yo'nalishlarini videoning oxirigacha ko'rasizlar, ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Bu yerda zadveshka bor. O'sha ilgarigi holatda qilingan. Apparatlarimizni ham yig'ib endi hozir xo'p. Nomerda qichig'imi? O'tirishibdi. Xo'p, bu yergacha 250 lik ulangan, xudo xolasa. Xo'p, 250 likda o'zi pryamoy rezinkalari bilan ulangan ekan, zavodskoy, zo'r holatda. Mana shu yo'lni chekkasidan ketgan. Shunday, qanday? Mana shu yo'lda chekkasidan ketgan. Bu yerda ham zadveshka qo'yilgan ekan, ya'ni bu tomondan suv olish uchun. Hozir nasos yurgizdik, 250 diametrda trubamiz. Xo'p. Hop. Oraliq podyomiga keladigan bo'lsak, oraliq podyomi 400 metrda 250 ta primerni bir suv sathidan hisoblaganda bir 7 metr atrofida bor. 450 metrga 22 kilovatli nasos. Xo'p, trubalar bizga 150 talik kamroq deyishgan ekan, agar bunga 200 talik truba qo'yilgan bo'lganda juda ham zo'r bo'lardi. Xo'p, endi asta sekinlik bilan ketaveramiz. Endi bir boshdan ko'rsatib o'tib ketyapman. Xullas, mashinlarda bug'doy ekilgan. Ko'rib turibsizlar, ko'm-ko'k hamma yo'q. Xudo xolasa, Toshkentga yo'lga chiqamiz bundan keyin. Dostonboy ishni olib qo'ygan ekan. Zararliroq degani uchun, xudo xolasa. Andijon, xudo xolasa, Andijonda marhamatga boramiz nasib. Toshkentdan keyin Toshkentda ham xudo xolasa Chinozda ishimiz bor. Keyin maylarda
Teshiklari bor ekan. O'sha suv yetib boribdi endi mo'ljallam akalar. Borib turib, truba mana shu holatda tushgan ekan. Kamina betlar qorayib ketgan. Sochlar oqarib ketdi, do'stlar. 2023-yildan keyin o'tib o'tgandan keyin sochlarim oqarib ketdi. Ulg'ayibmiz shekilli. Ilgarigi holatda agar ko'rgan bo'lsalaring 3-4 yil oldin, holat qanaqa edi, hozir qanaqa? Rosa ishdan charchabsiz markalarda, ha? Bir dona like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa. Xo'p. Ob-havo juda zo'r, xudo xolasa. Ob-havo juda zo'r. Biz hozir Namangan viloyati, xo'p, tumaniga Chusga qaraydim bilmayman. Olmosdamiz xullas. Olmos qishlog'idamiz. Mana shu yerdan juda ham tez o'tar ekan. Mashinalar nihoyatda tez o'tar ekan. Hop. Ro'shdan yurib ko'rib ketishimning sababi teshiklari bor shekilli. Ha. Mana bu yerda bitta udar teshik bor ekan mana. Ko'rib turibsizlar. Normal teshik bor ekan, suv tushadi ekan. Ya'ni bunaqa teshiklardan ko'p ekan. Bitta, ikkita, uchta bor ekan. Ketyapmiz, xudo xolasa. Suv chiqishigacha. Tomon padyom. Yuqoriga qarab. Xullas. Mana yerda ham bitta teshik bor ekan. Pastiga tushgan. 4-inchisi. Agar ularni ham to'liq yamaladigan bo'lsa, juda ham zo'r. Xo'p, yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Agarda shuni bu tomonda yo'lni chekkasidan stiyak qo'yib bu tomonga uklon qilib kelingan bo'lganda, turbani yotqizmay, turbani umri uzoq bo'lardi va suv chiqish kilovati ham ancha pasayar edi. Suv chiqish hajmi ham oshardi. Endi xullas mana yerda ham suv tushib ketyapti, bu yerda ham. Bu yerdan ham suv tushar ekan. Xullas 30% suv meni mo'ljalim teshiklardan tushib ketar ekan. Hammani Allohim bug'doyiga baraka bersin. Mana dehqonchiliklariga. Bu tomon tog'lar. Ko'ryapsizlar. Juda ham go'zal. Videoni kачествоsi yaxshi bo'lyaptimi? Endi telefonim Redmi edi. Redmi bo'lganligi uchun imkoniyat darajada olishga harakat qilyapman. Sifati qanaqa boboda nima bo'lsa yaqinda ishlar yurib ketsa biz ham qolgan blogerlarga o'xshab iPhone olamiz, yo'qsa Samsung olamiz. Hop, hamma yo'q. Gullar ochilgan. Tutlar barq chiqaryapti bizda. Hop. Suv chiqish joyiga yetib qoldik. Mana shu joyda. Xudo xolasa shov qilyapti. Suv mana shu joyga kelib, mana padyom bo'lib kelib turib, balandlikka. Bundan bu yog'iga uklon bo'lib pastga tushib ketgan ekan. Bundan bu yog'i riski pastga tushgan ekan. Uklon bo'lib, endi suv chiqarish qanaqa? 22 kilovat nasos. Maşallah. Qali. Zo'rmi? Bu 22 kilovatli nasos. Nima deb o'ylaysizlar? Xo'p, pastga uklon bo'lganligi uchun primerni mana shu joyga bo'lsa 1 metrga otib tashayapti. To'lamas-ku, pastga uklon bo'lganligi uchun sразу резко tushib ketyapti. Suspenziya molni go'nglarini to'kib, shu joydan oqizishar ekan. Suv mashunda yurib, xudo xolasa, va Alloh. Mana shu tomonga bug'doyga ketar ekan. Mana suv yetib ketdi. Hali bu suv ko'payadi, endi yetib ketdi. Mana ketdi shu suv shahar shu. Eng qizig'i, mana shu joylardagi polni suvlar tushib pastga, yana obratni boshqa bug'doylarga tushar ekan. Poynopini sirasi оборот qilib ishlatishar ekan bu joylarda suvini. Chunki bir yerdan oqib keladigan joy yo'q, suvlarda oqib keladigan variant yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Agar bilsalaring. Hop, Aqcha degan joyda ekanmiz. Xudo xolasa. Xullas, mana shu holatda juda ham zo'r.
O, podyomini ham shu ko'rib turibsizlar. Mashinani pastligini. Ana shu uyni shipirida turibdi. Mana shu tomon. Hop. Nasos kuchlanmay juda ham yaxshi ishlayapti. Xudo xolasa. Juda ham zo'r. Allohim baraka bersin hammaning ishlariga. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Inshaalloh qo'ldan kelgancha dehqonlarga harakat qilib, nasoslarni o'rnatib berishga harakat qilamiz. Rahmat hammaga.